Trampning tahdididan so'ng Eron ko'rfazni energetika va suv infratuzilmasini bombardimon qilish bilan ogohlantirdi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Agar AQSh Eronning elektr tarmog'iga hujum qilsa, rasmiy Tehron ko'rfaz davlatlarining energetika va suv infratuzilmasiga zarba berishini bildirdi. Bu esa dengiz suvini tuzsizlantirishiga qattiq bog'lanib qolgan arab davlatlarida ommaviy uzilishlarga olib kelishi mumkin. Tramp shanba kuni kechqurun agar Tehron 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini to'liq ochmasa, Qo'shma Shtatlar Eronning elektr stansiyalariga zarba berishi haqida ogohlantirgan edi. Agar Eron hozirgi vaqtdan boshlab 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini tahdidsiz to'liq ochmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari ularni turli elektr stansiyalariga birinchi navbatda eng yirigidan boshlab zarba beradi va yo'q qiladi, deb yozadi Tramp shanba kuni ijtimoiy tarmoqda. Bu muddat bugun 23-mart kun tungi vaqtda yakunlanadi. Trampning ogohlantirishi u AQSh dengiz piyodalar va og'ir kemalari mintaqaga yo'l olgan bir paytda, shu bilan birga Washington mojaroni to'xtatish masalasini ko'rib chiqish mumkinligi haqida ishora berganidan ko'p o'tmay yangradi. Bunga javoban Eron davlat ommaviy axborot vositalari Muhofizlar korpusi so'zchisi Ibrohim Zulfiqorning bayonotini keltirdi. Agar dushman tomon Eronning yoqilg'i va energetika infratuzilmasiga hujum qilinsa, avvalgi ogohlantirishlarga muvofiq AQSh va mintaqadagi sionistik rejimga tegishli barcha energetika infratuzilmalari, shuningdek axborot texnologiyalari va suvni tuzsizlantirish inshootlari nishonga olinadi, dedi harbiylar vakili. Reuters'ning yozishicha, elektr energiyasiga qilinadigan hujumlar Eronga ham zarar yetkazdi. Ammo aholi jon boshiga qariyb 5 barobar ko'p elektr energiyasi iste'mol qiladigan Fors ko'rfazidagi qo'shnilari uchun bu halokatli bo'lishi mumkin. Elektr energiyasi ularning cho'ldagi yaltiroq shaharlarini yashash uchun yaroqli qilib turadi. Xususan Bahrayn va Qatarda iste'mol qilinadigan suvning 100% ishlab chiqaradigan tuzsizlantirish zavodlarini energiya bilan ta'minlaydi. Bunday zavodlar Birlashgan Arab Amirliklaridagi ichimlik suvi ehtiyojining 80%dan ortig'ini, Saudiya Arabistonidagi suv ta'minotining esa 50%ni qoplash uchun dengiz suvidan foydalanadi. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir esa, agar Eron elektr stansiyalariga hujum qilinsa, yaqin sharqdagi muhim infratuzilma va energetika obyektlari tuzatib bo'lmaydigan darajada vayron bo'lishi mumkinligini yozdi. Bu ko'rfaz davlatlariga bosimni yanada oshirmoqda. Hormuz Eronning davlatlari uchun ochiq qolmoqda. Shuningdek, Eronning qudratli islom inqilob muhofizlari korpusi global neft va suyultirilgan tabiiy gazning 5dan 1 qismi o'tadigan kema yo'li yopiq qolishini bildirdi. Hormuz bo'g'ozi butunlay yopiladi va vayron qilingan elektr stansiyalari qayta tiklanmaguncha ochilmaydi, deyiladi korpus bayonotida. Shu bilan birga mahalliy ommaviy axborot vositalar Eronning xalqaro dengiz tashkilotidagi vakili so'zlaridan iqtibos keltirib, bo'g'oz Eronning dushmanlariga aloqador kemalaridan tashqari barcha yuk tashuvchi kemalar uchun ochiqligicha qolayotganini ma'lum qildi. Eron rasmiysi Ali Musaviyning aytishicha, suv yo'li orqali o'tish Tehron bilan xavfsizlik va mudofaa choralarini muvofiqlashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Kemalar harakatini kuzatish muammolari ma'lumotlari Hindiston bayrog'i ostidagi kemalar va Pokiston neft tankeri kabi ba'zi kemalar bo'g'oz orqali xavfsiz o'tish bo'yicha kelishib olganini ko'rsatmoqda. Musaviy shuningdek Tehron Fors ko'rfazida dengiz xavfsizligini yaxshilash va dengizchilarni himoya qilish borasida Xalqaro dengiz tashkiloti bilan hamkorlikni davom ettirishni ta'kidladi. Diplomatiya Eron uchun ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Biroq agressiyaning to'liq to'xtatilishi, shuningdek, o'zaro ishonch va aminlik muhimdir, deydi Musaviy. U Isroil hamda AQShning Eronga qarshi hujumlari Hormuz bo'g'ozidagi hozirgi vaziyatning ildizi ekanligini qo'shimcha qildi. 4-haftasiga o'tgan urush davom etmoqda.
Yakshanba kuni tunda Isroilning shimoliy va markaziy qismlarida, jumladan Tel Aviv va g'arbiy sohilda havo hujumidan mudofaa sirenalari yangradi. Isroil harbiylari dushanba kuni erta tongda Tehrondagi Eron infratuzilmalarini nishonga olgan keng ko'lamli zarbalar to'lqinini boshlaganini ma'lum qildi. Eron axborot agentliklarining xabar berishicha, Xurramobod shahrining g'arbiy qismidagi turar joy hududi bombardimon qilinishi natijasida kamida bir bola halok bo'lgan va bir necha kishi jarohatlangan. Shimoli-g'arbiy Urmiya shahridagi turar joy dahasi ham havo zarbasi natijasida shikastlangan. Saudiya Arabistoni Mudofaa vazirligi dushanba kuni erta tongda Ar-Riyod tomonidan ikkita katta ballistik raketa uchirilganini ma'lum qildi. Bitta raketa urib tushirilgan, ikkinchisi esa aholi yashamaydigan hududga tushgan. Yakshanba kuni Eronning Isroil janubidagi ikkita shaharchaga bergan zarbalari natijasida o'nlab odamlar jarohatlandi. Isroil kasalxonasi buni yirik talafotlik hodisa deb ta'rifladi. Bu shaharchalar Isroilning maxfiy yadro reaktori va mamlakatdagi eng yirik harbiy obyektlardan biri bo'lgan Nevatim aviabazasi yaqinida joylashgan. 28-fevralda AQSh va Isroil tomonidan boshlangan urush davomida 2000 dan ortiq odam halok bo'ldi. Bu urush bozorlarni ustun qilib yubordi. Yoqilg'i narxini oshirdi, global inflyatsiya xavotirini kuchaytirdi va urushdan keyingi G'arb ittifoqini larzaga keltirdi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, Eronning raketa imkoniyatlari sezilarli darajada kamaytirgan. 3 haftalik bombardimonlardan so'ng ham Tehron qarshi zarba berish qobiliyati saqlanib qolmoqda. Livandagi frontda ham janglar davom etmoqda. Shuningdek, urush Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi alohida frontda davom etmoqda. Isroil yakshanba kuni Livan janubidagi qurolli guruhning bir qator obyektlariga reyd uyushtirilganini ma'lum qildi. Isroil harbiylari matbuot kotibi Eron va Hizbullohga qarshi yana bir nechta haftalar janglar bo'lishini kutayotganini aytdi. Hizbulloh esa Isroil shimolidagi bir qancha chegara hududlariga hujum qilganini bildirdi. Hizbulloh 2-mart kuni mintaqaviy urushga kirganidan buyon Isroilga qarshi yuzlab raketalar otdi. Isroil esa Livanda 1000 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan hujum uyushtirmoqda.